Bugun Farangiz tug'ilgan kuni va 1 yil oldin nikoh uzugini yo'qotib qo'ygan edim. Rosa siqilib yurgan edi. O'shaning uchun zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bu uzuk u uchun juda ham qadrli edi. O'shaning uchun mana birga bir qilib yasatdim va zaksimiz kuni u sinisini ko'yligini kiygan edi. U ko'ylakni ham men hozir olib keldim va ketdi endi. Birma-bir berishni boshlayman. Hozir tug'ilgan kuningga bitta joyga olib boraman-da. Dress code oq. Mana buni kiysa. Voy. Qattan oldi. Hech nima ko'rinmayaptimi? Yo'q. To'shni ko'rinmayaptimi? Qayerga ketamiz deb o'ylaysan? Qani ketdik, qo'lingni ber. Qani. Davay chiq, tezlik chiq. Kel bu yerga. Tayyormisan? Biza bo'lsa mana qayerga keldik. Voy, rostdan nima zaksni otamizmi? Qara, rosa yig'laganda shu o'zini yo'qotganingda birga bir qilib o'shani yasadim. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, kuyovimiz Islomov Isomjon, kelinimiz Turdali va Farangizlarning nikohlarini tantanali marosimda o'tkazish bugun sizning hayotingizda eng unutilmas, quvonchli va shodiyona kundir. Chunki siz eng oliyjanob va muqaddas bo'lgan oila tuzmoqdasiz. Sizning oila qurish istagingiz erkinlik va hamjihatlik, poklik va ezgulikka asoslangan. Marhamat kelib qo'shing. To'g'ri. Nikoh uzuklarini bir-biringizga taqishingizni so'rayman, marhamat. Nikoh uzuklaringiz muborak bo'lsin aziz yoshlar. Shokdaman. Sizning nikohlaringiz qonuniy ravishda qayd etildi. Shu bugundan boshlab sizlarni bir oila, Islomovlar oilasi deb e'lon qilaman. Nikohingiz tuzilgan guvohnomani topshirar ekanman. Oilangizga baxt, saodat, kelajakda shirinlar shakar farzandlarni ota-onalari bo'lishingizni tilakdoshimiz. Baxtli bo'linglar. Rahmat. O'zi farzandli ham bo'lganmiz.